Salom do'stlar. Siz bilan Tkachenko Aleksandr. Va ushbu videoda men sizga sun'iy intellekt yordamida kontekstli reklamani qanday ishga tushirishni ko'rsataman. Demak, buning uchun biz reklama beruvchilar bo'limiga o'tamiz. Kontekstli reklama tugmasini bosamiz va mana shu yerda ay bilan yaratish tugmasi bor. Bu yerda mos ravishda kompaniya nomini, biznes taklifingizning afzalliklarini yozamiz va bu yerga trafikni yo'naltiradigan havolani kiritamiz. Aslida, qancha ko'p afzalliklarni yozsangiz, sun'iy intellekt uchun shuncha oson va siz uchun kreativ yaratish ham osonroq bo'ladi. Hozir men barcha ma'lumotlarni to'ldiraman va davom etamiz. Ma'lumotlarni to'ldirdim va variantlarni yaratish tugmasini bosamiz. Shunchaki kutamiz. Keyin u bizga avval strategiyani chiqaradi. Ya'ni biz strategiyani tanlaymiz. Qaysi yo'nalishda o'ylash kerakligini, ya'ni matnni tanlash uchun qaysi yo'nalishda fikrlash kerakligini belgilaymiz. Agar nimadir yoqmasa, mana shu tugmani bosishimiz mumkin. U variantlarni almashtiradi. Boshqa variantlarni tanlaydi va biz boshqa variantdan nimanidir tanlashimiz mumkin. Mana u natijani chiqardi, to'g'rimi? Endi, masalan, eng birinchi variantni olamiz. Keyingi tugmasini bosamiz. Bu yerda esa u bizga natijani ko'rsatadi. Ya'ni u sarlavha qanchalik uzun bo'lishi, matn qanchalik uzun bo'lishi kerakligini allaqachon biladi. Shuning uchun u platformadagi barcha sozlamalarni hisobga olib, variantlarni tanlaydi. Masalan, Global Shark Automatic Topic Trading. 5 strategiyani ishga tushiring. Masalan, bu variant mos keladi. Tanlaymiz. Hammasi juda oson, atigi bir necha bosqichda. Keyin biz to'lovni amalga oshirishimiz mumkin. Agar biz ixtiyoriy, masalan, kichikroq bir summani yozsak, $3 uchun mingta ko'rsatish bo'ladi. Masalan, $1 yozishimiz mumkin. Shunda bizda 333 ta ko'rsatish bo'ladi, to'g'rimi? $20 yozsak, 6660 ta ko'rsatish chiqadi. Bu yerda $20 evaziga, agar biz paketni tanlasak, 10 mingta ko'rsatishimiz bo'ladi, ya'ni ancha foydaliroq. Ya'ni agar biz aynan shunday paketli taklifni tanlasak, 10 mingta ko'rsatish uchun mingta ko'rsatish narxi $2 bo'ladi. Agar bu yerda 30 mingta ko'rsatish paketini tanlasak, atigi $30 bo'ladi va mingta ko'rsatish narxi atigi $1 bo'ladi, do'stlar. Ya'ni mingta ko'rsatish uchun $1, bu esa ancha foydaliroq. Shuning uchun albatta biz maksimal foydani tanlaymiz. Yana bir bor tushunish kerakki, agar siz reklama balansingizni darhol kamida $100 yoki undan ko'proqqa to'ldirsangiz, bu summaga yana 50% qo'shimcha olasiz. Ya'ni $100 to'ldirdingiz, $150 oldingiz. Va bunday holatda siz uchun foyda yana 1,5 baravar ko'proq bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni bu yerda siz mingta ko'rsatish uchun endi $1 emas, balki ancha kamroq to'laysiz. Demak, buni ham inobatga olish kerak. Endi esa to'lash va ishga tushirish tugmasini bosamiz. Aslida hammasi shu. Muvaffaqiyatli. Reklama ishga tushdi. Mana bu yerda ko'ryapmiz. Endi 30 mingta ko'rsatish qoldi. Va bizda nechta ko'rsatish o'tganini ham ko'rishimiz mumkin. Agar xohlasak, tahrirlashimiz, o'chirishimiz yoki bosib, balansni to'ldirishimiz mumkin. Va aslida bizda yana shu variant bo'ladi. Ixtiyoriy summa yoki paket tarzida. Xullas, hammasi shu bilan tugaydi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hech qanday qiyinchilik yo'q. Sun'iy intellekt hammasini o'zi qiladi. Eng muhimi, nishonli sozlamalarni ham siz uchun tanlaydi. Ya'ni u tilni, auditoriyani, ularning qiziqishlarini tanlaydi. Yana bir bor shuni chuqur anglab yetish lozimki, foydalanuvchi shaxsiy profilini to'ldirayotganda, u maxsus sinovlardan o'tadi va savollarga javob beradi. Sun'iy intellekt esa uni atroflicha tahlil qilib chiqadi. Har bir foydalanuvchi kriptovalyutadan aynan qanday foydalanadi? U bu kriptovalyuta sohasi bilan qanday darajada yaqindan tanish, o'zining shaxsiy hamkorlik dasturlarida qandaydir tarmoqlar qurganmi? Ya'ni uning asosiy qiziqishlari qanday va hokazo. Tizim bularning hammasini chuqur va batafsil tahlil qilib chiqadi va shu ma'lumotlar asosida siz uchun eng yaxshi targeting sozlamalarni aniq tanlab beradi. Shuning uchun atigi bir necha marta bosish bilan sizda allaqachon sifatli o'ylab topilgan matn va sifatli, puxta o'ylangan targeting sozlamalari bo'ladi, do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha